Assalomu alaykum. Mana ko'rib turganingizdek, ya'ni video nablidenniy kameramizni qo'ydik, darvozaning oldiga ishlayapti. Buni ko'ryapsizlar. Faqat gap shundaki, muammo salgina svязь kamligi tufayli nima deydi? Fiksirovать qiladi-yu jirgan paytida bir jirib, bir to'xtab yana shitib borayotir-da, lekin syomkasi yaxshi hazmin jiryapman, ko'ryapsizlar. Yani harakatimga qarab turib, syomka qilib turibdi. Qarangizlar, o'zi avtomatik tarzda svetijanib o'cha beradi. Datchik движениясini jag'ib qo'yganman. Kuzataveringizlar, ko'raverasizlar. Og'aynilar bitta like bosib, kommentariyaga yaxshi fikr qoldiringizlar va biz ham sizlarga tavsiya qilamizki, albatta sizlar ham shu video nablidendan uylaringizga qo'yingizlar. Nima deydi? Darvozaning oldiga bitta holatga qo'yib qo'ysangiz, kimdir kelsa yo o'zingiz kelsangiz, nima deydi, birdan nimasi janob sveti chirsatib turib sizni ko'rib yana zapis qilaveradi. Mening bu qo'yganim sim karta talab qiladi. Sim kartasi 50 so'm pul oladi. Keyin hop, svязь yaxshi bo'lsa bemalol ishlayverasiz. Boshqa joydan ham turib kuzata olasiz. Hammalaringiz jonlaringiz omon bo'lsin, aziz boshlaringiz omon bo'lsin. Qayerda bo'lsangizlar yaratgan panohida bo'lingizlar. Kattadan katta